alaykum. Voy, Dubaydan salom. Yangi Nexus 2 nima deyapti Dubayda? Mana shu mostga bor-ku, ishoninglar, mana shu kontentni mana shunaqa atmosferada olamiz deb, mana shu uzoq joydan kelyapmiz. Xullas, biz Dubay shahridamiz. Nexus 2 ni bitta ukaxonimiz hozir videoni orqasida turibdilar. Profilda atmetga qilib qo'yaman, sotib olibdilar. Mana shu o'zbeklarning sevimli mashinasi bo'lganligi uchun bitta qaranglar, bitta ko'ringlar mashinani. Olib keling, ko'rsatayman. Tonirovkani ko'ringlar. Dubay shahrida tonirovka urish mutlaq bepul. 12 million emas. Endi eshikni yopilishini ko'ringlar. Bu zavoddan o'zi shunaqa chiqqan bu. Eksportniy variant. Orqa taraflarni ham ko'rishingiz mumkin. Necha kilometr yurgan deysizlar, mashina bitta ko'ringlar. Mana qaraydi. Tepa pas led qo'yib qo'yibdilar. Danlini yoqaman hozir. Xullas tepa pas led qo'yilgan, tonirovka urilgan. Zavodskoy kalpaklari, kalpak yechib qo'ysa operativniy bo'ladi mashinamiz. Salonni bitta ko'rsating, salonni. Salonni o'zim ko'rsataman. Mana bitta takoy lёгкий piknik qilishar ekan. Bismillah. Xo'p, mashina absolyutno yangi. Mana 248 kilometr yurgan. 248 mi qori? Yo, 4. Yo, 495 yurib qo'yibsiz o'zi. Dubay. Mana bir kun ichida 5 kilometr yuboriladi Dubayda. Mashina bitta mana motor qo'yibdilar. Mana qolgan joylari hammasi zavod turibdi, qaranglar. Mashina ketib ketmagan. Men buni olib beraymi buni? O, mashalloh. Mana yangi mashina va tonirovkalar yurish nima deyapti? Motori necha edi buni qori? 1.6 mi? Ha, motorni ko'ringlar mana. O, mana Nexus bo'lardi 2015-yil. Esimga tushib ketdi, bori. Qaranglar, yangi. Boshqacha bo'lsa kerak. Buni bir O'zbekistonga olib ketish iloji yo'qmi-kan? Olib ketsa bo'ladi. Tuning housega borsa bo'ladi. Ya bo'ladimi o'zi realni olib ketsa bo'ladi? Realni olib ketsa bo'ladi, lekin qimmatroqqa tushib ketadi. Rasta boshqa qilinadi, bu ham to'g'rimi? Rasta boshqa qilinadi. Xullas, bitta maslahatim, bu motorga faqat migven moyini quying. Boshqa moy quymayman emaski. Toshkentdan yuboraman migven moyini, xudo xolasa. Nemetskiy moy quyish kerak, chunki issiq mamlakatda yuradi-da mashina. 2016-yil ishlab chiqarilgan Nexus 2 O'zbekistondan keltirilgan. Yangi besprabek bugun olib chiqilgan mashina. Salafanlarni ko'rishingiz mumkin, mana orqa taraflarida bor. Salafallari bor. Salafanlar. Mana smartfon qo'yildi. Mana smartfonni olib ketib jentralarga sotsammikin, nima deysiz? Variant bu ham. Hop. Nima? Xullas, Karimulloh ukamiz mana shu mashinani olibdilar. O'zbeklar mana shu mashinani yaxshi ko'radi, qadrlaydi. Men ham yaxshi ko'raman. Shu niyat qilib qo'ygan edim, bitta olaman deb. Xudo xolasa bu mashinani tuning qilamiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Kanalimizdan kuzatib boringlar, xudo xolasa. Mana shu mashinani inshaalloh dodda qilib tuning qilamiz. Esinglarda bo'lsa, Restart jamoasi bilan tuning qilgan edik. Xuddi o'shanga o'xshatib turib tuning qilamiz. Bitta 18 diska taqamiz bunga. Hop, tonirovkalari bor o'zi, orqalariga farlar qo'yamiz. Bumper inshaalloh bitta yasattiramiz bunga. Salonlarida bunga Mercedesni qo'yib olish kerakmi deyman cho'ta. Bitta Mercedesni qo'yamiz inshaalloh. Xo'p, Malibu'ga anatomический rulni mo'ljallab qo'yganman. Mavtlarni alkantara qilib tikamiz inshaalloh, qaranglar. Mexanik korobka. Bagajlarni qaranglar, mana yangi. O, mana atverkasi. Mana yangi atverkalar. Mana zapaskalar yangi. Xullas, mashinaga bitta baho beramiz. Bitta baho berib qo'yamiz. Nexus'ni yaxshi ko'radigan okalarimizga jo'nataveramiz, kommentariyani portlataveramiz. Mana vidga necha endi. Mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima qilyapsiz? Uni bosib ko'rdingizmi o'zi? Yo'q, endi motori bormi o'zi uni?
Toshkent emas, Dubay ko'chalarida bitta haydab beramiz, inshaalloh. Kechqurun soatni ko'rsatib qo'ying soatni. Kechqurun mana soat 3. Biz shu Nexa'ni obzor qilish bilan o'ramiz. Mana poyga o'ynaymizmi? Ha, bir oltmanta o'zingiz ko'rsating. Xullas, ana o'zgacha hissiyot deydi. Dubayga kelib, yangi Nexia 2 haydayman deb o'ylamagan ekanman. Shunaqa yumshoq yuryapti mashina, lekin bori, yaxshi mazza bo'lyapti. Ana Nexia 2 ni esim uchib ketdi bori. Savol: Nexia 2 Dubay shahrida nech pul turadi deb o'ylaysizlar? Pastda kommentariyalarni yozib qoldiringlar. Kim javobini topsa, tako'pda lyo'qki surpriz bor. Xullas, tarqatamiz. Nexia 2 ni yaxshi ko'radiganlarga mashinani yuboramiz. Qani ketdi.